Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mohiya opa, yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Ha, ilohim yaxshi bo'ling. Mohiya opa, bugungi Shukrona kuningiz bilan sizni tabriklaymiz. Rahmat. Salomat bo'ling. O'zimni tanishtiraman. Ayni damda sizga qo'ng'iroq qilib, g'oyibona suhbat qilayotgan inson. Tilaklarim siz uchun loyihasining boshlovchisi Jamila Badalova bo'laman. Birozgina vaqtingizni olsam maylimi? Mayli. Rahmat. Mohiya opa, bugun sizni tabriklash istagida bizning loyihamizga oila a'zolaringiz, farzandlar, kelinlar, nabiralar tomonidan sizga ajoyib bir tabriknoma kelibdi. Ijozat bersangiz, mana shu tabriklarni siz uchun o'qib eshitirsam maylimi? Mayli. Rahmat. Endi bu tabriklarni sizga o'qishdan oldin faqat bittagina savol beraman. Nima deb o'ylaysiz, Mohiya opa? Mana shunday shodiyona, quvonchli kunda o'zgacha bu g'oyibona tabrikni sizga aynan kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Qaysi farzand kelinlardan kelgan deb o'ylaysiz? Qaysi farzand kelinlaringizdan kelgan deb o'ylaysiz? Endi bana bilmadim, shu ana Zita kelinim qilganman deyman-da. O'zbekcha ismi kim Zita keliningizni? O'zi Zita, o'zi kelinimda anasi. Fatimada egizlardi, otini ana Zita qo'ygan. Zo'r-ku, rostdan. O'zi anada, o'zi ismi Zita. Shundaymi? Bizlar endi Fatima deymiz. Shunday. Mohiya opa, valosi albatta sizni barcha farzandlaringiz, kelinlaringiz yaxshi ko'radi va bugun bizning loyihamizga aynan murojaat qilgan katta o'g'lingiz Sherzodjon va keliningiz Gulmiraxon va nevaralaringiz Komiljon, Shahzoda, Qodirjon hammalari sizni tabriklashyapti. Rahmat. Men endi katta manada shunday ishlarni qilib jurgan kelinim deb o'yladim. Shunday, albatta, hammasi sizni yaxshi ko'radi. Hammasi sizni birday hurmat qiladi, Mohiya opa, avvalosi. Va bugun bizning loyihamizga demak, katta keliningiz va katta o'g'lingizdan kelgan ajoyib bir tabriklarni o'qib beraman. Joni dilingiz bilan tinglaysiz degan umiddaman. Rahmat sizga. Assalomu alaykum, Robbim marhamat aylab biz uchun qadrli bo'lgan oyijonim, mehrliginam, Allohim panohida, hifz-u himoyasida asrasin deya Allohimga ne'mat, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kun shukronali ayyomingiz bilan sizni chin yurakdan barchamiz muborakbod etamiz. Ilohim umringiz uzoq, rizqingiz butun bo'lsin. Oilamiz, yaqinlarimiz baxtiga hamisha sog' bo'ling. Hech qachon dard hasrat ko'rmang. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Neki niyatlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, Alloh barchasiga erishtirsin. Ilohim farishtali yuzingizdan, mehr to'la ko'zlaringizdan, Alloh degan shirin zaboningizdan tabassum hech qachon arimasin. O'sha hammaga orzu bo'lmish umra haj ziyoratlariga borishlik, muqaddas Ka'batullohni ziyorat qilishlik baxti sizlarga ham nasib etsin. Oyijon, baxtimizga sog' bo'ling. Yana bir bora Shukrona kuningiz muborak bo'lsin deb o'z dalnomalarini yakunlabdilar. Rahmat. Baraka topsin, men bolalarim sog' bo'lsin. Baxtimga omon bo'lsin. Rahmat. Ularning baxtiga siz ham sog' bo'ling. Mohiya opa, albatta bu chiroyli suhbatimiz ayni damda loyihamiz tomonidan esdalik uchun yozib olinmoqda. Birozdan keyin tabrikni yo'llagan o'g'lingiz Sherzodjon aka, keliningiz Gulmiraxon, nevaralaringiz hammalari eshitib xursand bo'lishadi va siz uchun yana chiroylikina she'rimiz ham bor ekan. Ushbu she'rlarni ham o'qib beraman. Unutilmas lahzalar bugun ajib kun. Ko'klarda uchadi quvonch cheksiz. Oyijon muborak, siz tug'ilgan kun. Sog' bo'ling, salomat yuring doim siz. Yuzga kiring, yuzingizdan barq ursin ifor. Quvonchlar kelaversin takror va takror.
nasib qilsin inshaalloh hajga ham boring, duo qilib siz ham bir kun hoji ona bo'ling. Rahmat sizga Mohiyo opa. Tanijoningiz sog' Rahmat, bo'lsin. rahmat. Sizga ham katta rahmat. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring. Omon bo'lsin. Rahmat. Baxtimga shular sog' bo'lsin. Nevaralarim ham, ullarim ham, qizlarim ham, kelinlarim ham hammaga nasib sog' bo'lsin. Ilohim, aytganingiz kelsin. Kamolni ko'rib jurayin har doim. Ilohim, aytganingiz kelsin. Ularni baxtiga sog' bo'ling. Hamisha boshlarida mana shunday duo qiluvchi duogo'ylari bo'lib yuring. Sizga ham rahmat. Shukrona kunlarni yaxshi kayfiyatda o'tkazib olinglar. Rahmat. Mayli, sizga ham rahmat. Mayli, Mohiyo opa, sog' bo'ling. Salomat bo'ling, xo'p. Onajonim, so'zi shirin, duo qilar doim. Tengi yo'q, go'zallikka boyim. Baxtim uchun sizni asrasin Xudoyim. Onajonim, so'zi shirin, duo qilar doim. Tengi yo'q, go'zallikka boyim. Baxtim uchun sizni asrasin Xudoyim. Kelarmi deb yo'l qarar, mehri ham dunyo qadar. Qo'l ochib duolarda omadim so'rar. Hammadan ham mehribon, so'zlarida sehri bor. Farishtadek beg'uborim, jonajon onam. Nurga to'la yuzingiz, jonga davo so'zingiz. Bitta donam o'zingiz, jonajon onam. Hammadan ham mehribon, so'zlarida sehri bor. Farishtadek beg'uborim, jonajon onam. Onajonim, so'zi shirin, duo qilar doim. Tengi yo'q, go'zallikka boyim. Baxtim uchun sizni asrasin Xudoyim. Onajonim, so'zi shirin, duo qilar doim. Tengi yo'q, go'zallikka boyim. Baxtim uchun sizni asrasin Xudoyim. Sinovlardan o'tib, barin ichingizga yutib, tabassum ortiga yashirdingiz onajon. Bardoshingiz tog'day bo'lib, shundayin kunlarga kelib, endi rohatimiz ko'rib yuring onajon. Dunyodagi bor gullarni, beray unuting dardlarni. Hamma yaxshi narsalarni keltiray yana. Faqat bo'ling sog' omon, yuring kezaylik jahon. Rohatimni ko'ring endi, ketdik onajon.